Salom do'stlar. Sizlar bilan men Adil Safarman. Xush do'stlar, videoroligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026dagi hamma dilsizchilarni qiynab kelayotgan savolga javob topib sizlarga video qilyapman do'stlar. Bugungi videomiz mavzusida Dream Point'ni tez va oson olish va tez yig'ish usullarini o'rgatib o'taman do'stlar. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar va bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda har hafta konkurslar va dils haqidagi yangiliklarni bemalol ko'rib bilib olishingiz mumkin do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, birinchi bo'lib Dream Point o'zi nima ekanligini bilib olsak do'stlar. Dream Point aslida u DLS 25 dan boshlab qo'shilgan bo'lib, u o'sha narsa bizni qora futbolchi klassik playerlar va mana shu kichkinagina quyidagi sovg'alarni olishga yordam beradi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, o'sha Dream Point DLS 25 dan boshlab qo'shilgan bo'lsa, men o'sha 1 yillik tajribaga ega bo'lib sizlarga video olib bormoqdaman do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, Dream Point'ni o'zi aslida quyidagi sovg'alari bor do'stlar. Birinchi 4 ta klassik playerlar, ular legenda klassik playerlari bor do'stlar. Birinchi o'rinda Fabio Cannavaro turadi. Juda ham o'sha paytlarda prime bo'lgan kartasi turadi. Juda ham tackle 95 darajada full outda 100 chiqarib full qilsa ham bo'ladi buni. Va ikkinchi o'rinda o'sha afsona legenda Rivaldo 85 lik kartasi do'stlar. Bu kartadan ham menimcha 5 tami yoki 6 tami chiqarish ehtimoli 100 chiqarish kam, 6 ta, lekin 5 ta chiqishi aniq menimcha. Bergkampdan 3-o'rinda Bergkamp turadi. Bu ham juda ham afsonaviy o'yinchi bo'lib, undan ham 5 ta 100 chiqarsa bo'ladi menimcha. Marcel Desailly ham juda ham afsonaviy o'yinchi bo'lib, u 4-o'rinda turadi. Undan ham menimcha 4 ta 5 ta 100 chiqarsa bo'ladi. Endi do'stlar, hozir buni 250 mingta Dream Point yig'sak, mana shuni hammasini olib bo'lgan bo'lamiz. Hozir menda 127.329 dona bor. Hozir mana shu Dream Point'ni sovg'alarini, quyidagi sovg'alarni aytib o'tadigan bo'lsam, 2200 ta tanga, 220 ta olmos, 4 ta oddiy trener, 3 ta klassik playerlarga trenerlar kuchaytirish uchun degani bu. Endi keyin 2 ta tekinga ko'k agent beradi. Mana bu rare agent, ko'k agent beradi. Uni mana bu yerdan ochaverasiz. Mana ko'rib turganingizdek rare agent bor. 70 dan 79 likgacha tushadi. Bu yerlardan bemalol ochsangiz bo'ladi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa hozir uni qanday qilib tez olish usullarini o'rganib olamiz do'stlar. Bu yerda Dream League Live, ya'ni jonli efir o'ynasangiz, bu yerda ko'proq Dream Point olasiz va undan 150 tadan 170 tagacha Dream Point olishingiz mumkin. Ya'ni u ko'p gol urishingizga va ko'p gol urishingizga qarab berishadi. Ikkinchi o'rinda ssenariy o'yinlari. Bu yerda o'rtacha 140 tadan 160 tagacha Dream Point beradi do'stlar. Uchinchi o'rinda esa 550 ta Dream Point beradi. Buni hamma bilsa kerak. Bu Dream Draft o'yini do'stlar. Lekin bu aslida birinchi o'rinda turishi kerak, lekin unga atigi 40 ta olmos tikilganligi uchun, shuning uchun uni 3-o'ringa qo'yamiz do'stlar. Agar olmos tikilmaganda, ya'ni u tangaga ochiladigan bo'lganda, uni hamma odam uni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardi. Hozir menda Dream Draft ligasi ketib qolgan, shuning uchun o'ynab tugatib bo'lganman uni. Shuning uchun u ketib qolganligi uchun hozir telefonni ko'rayotganingiz ekraningizda chiqadi. Xo'sh bo'lmasa, karyera o'yinlari do'stlar. Men hozir Global Challenge Cup'ni chorak finaldaman. Shuning uchun u yerda ham ko'p Dream Point'lar beradi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, u yerda 120 ta, 140 ta va mana shu Global Challenge Cup o'yinlarida 210 tadan 240 tagacha berishi mumkin, yoki ko'p stadion fullariga ham fulligi yo full bo'lmaganligi ham qaraydidagi dilisi shu 300 ta, 310 tagacha beradi. Shaxsan men o'zimda bo'lgan, sizlarda ham o'zingizda bo'lgan bo'lishi kerak bu narsa. Va reklamalardan bonus ham keladi do'stlar. 40 ta Dream Point keladi. 40 ta keladi do'stlar. Buni hamma bilsa kerak. O'sha bonusni shuni video ko'rib olsangiz bo'ladi. Ham 40 ta u sizga foyda ham keltiradi do'stlar. Hozir agar mana bu yerda challenge degan joy bor, hamma bilsa kerak buni. Bu yerda haftalik degan joy bor. Mana bu yerda o'ng tarafdagi Season Pass degan joy bor. Season Pass ochilganlarga mana shu o'ng tarafingizdagi turgan 350 ta Dream Point, 40 ta tanga, 50 ta olmos, 40 ta tanga, mana shunaqa
ko'p mana shunaqalar keladi. Ham 20 ta olmoslab beradi do'stlar. Sezon pass ochganlarga, pul bilan ochganlarga. Sezon pass ochmaganlarga esa mana shu chap tarafingizda turgan 200 ta Dream Point, 25 ta tanga, 120 ta tanga, 80 ta tanga va ko'k futbolchilarning jonini ko'paytirgich va 200 ta Dream Point va oxirida 10 ta olmos beradi do'stlar. Buni farqi shunda sezon pass ochganlarga ko'proq beradi va ochmaganlarga esa kamroq beradi. Xo'sh, bularning farqi shularda do'stlar va bu yerda keril modlar ham bor. Bu yerda tangalar, tanga debman, olmoslar beradi. Mana bu yerda esa live o'ynaganlarga, ko'p live o'ynab, umuman yutqizmasdan yutganlarga mana bu yerda ko'rib turganingizdek 1000 ta beradi do'stlar. Buni 125 marta yutish kerak bo'ladi. Buni shu 125 marta yutsalaringiz, mana shunaqa 1000 ta Dream Point beradi. Tasavvur qilishingiz ham bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda 1000 ta bersa, shunda hozir 129 minggacha chiqishi mumkin. Meniki shaxsan misol keltirib aytyapman. Bu yerda 1000 ta Dream Pointni olish oson emas do'stlar. Bu yerda jonli efirni o'zida 125 marta yutish kerakligini aytmoqda. Va mana bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana bu yerda bu DLL event ham joy bor do'stlar. Bu yerda yutganingizdan keyin ham juda ham ko'p Dream Point beradi. Buni hamma bilsa kerak. Uni yutqizmasdan yutish kerak bo'ladi. Hozir bu ochilishiga 19 soat 10 minut 22 sekund qolgan ekan. Uni ochilishini kutish kerak do'stlar. Do'stlar, bu yerda bir narsa bor, yana mana bu yerda tangani yo olmosni ustini bosadigan bo'lsangiz, bu yerda ko'rib turganingizdek 1000 ta Dream Point beradi, faqat 100 ta olmos evaziga beradi buni do'stlar. Buni 100 ta olmos evaziga ochishingiz mumkin. 100 ta olmos evaziga ochishingiz mumkin. Buni boya 125 ta shu jonli efir o'ynaganingizda ham 1000 ta beradi va 100 ta olmos ishlatganingizda ham evaziga 1000 ta beradi do'stlar. Bu yerda maslahatim mana shu 100 ta olmosni ham ochib olsangiz bo'ladi. Agar juda ham zarur, ya'ni kerak bo'lsa, buni ochishingiz kerak. Bu yerda 25 ming ta Dream Point ham beradi. Faqat u pulga beradi do'stlar. Men hozir uni montaj qilib, buni o'zim qancha so'mni qancha bo'lishini montaj qilib bilib olib, ekraningizga chiqarib qo'yaman. 25 ming ta Dream Point turgan joyda o'zimni oldingizga chiqarib qo'yaman hozir ekranda. Xo'sh, bu yerda keyin mana bu narsalar ham bor bu yerda ko'rganingizdek 75% ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 75% yoki 150% gacha boradi. Bu yerda hozir menda bitta legendarniysi bor. Bu yerda shu legendarniysi bor ekan. Common, Rare, Legendary degan joy bor. O'sha yerda menda legendarni bossam, hozir bu yerda menga activate qilib, ya'ni foyda qilib beradi. Men buni hozir ishlatib bo'ldim. Agar juda ham zarur, ya'ni sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, 125 ta olmos evaziga ochishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Lekin buni to'g'risini aytsam, umuman narxiga arzimaydi do'stlar. Agar vaqtingiz umuman bo'lmasa, Dream Point yig'ishga ham, dil so'nishga ham umuman vaqtingiz yetmasa, mana shulardan ochishni tavsiya beraman. Faqat uning uchun olmosingiz 25, 35 yo 125 ta bo'lishi kerak bo'ladi va bunisi ham shart do'stlar. Lekin mana shuni ochmasangiz ham bo'ladi, lekin shu vaqtingiz yetsa, umuman ochmang do'stlar. Faqat mana shuni o'ylab, boyagi men aytganlarimni qilishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana shu yerda boyagi aytganimdek, bu yerda jonli efir, Dream Draft yoki mana shu kelgan tangaga ochib, mana shu sabitiyani ochib o'ynashingiz mumkin bo'ladi yoki eng muhimi, eng ko'p shu Dream Draft o'ynanglar do'stlar. Undan 550 ta Dream Point bo'lib keladi birinchi o'ringa. Agar birinchi o'rinni olsangiz yoki uchinchi o'rinni olsangiz 100 ta bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ham olmos ham foyda qilasiz do'stlar, ham olmosga ham bemalol foyda qilasiz do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi do'stlar. Agar mana shu men aytganlarimni qilsangiz, Dream Pointingiz aniq mana shu 250 ming tani tez kunlar ichida yig'ib olasiz do'stlar. Hozir bu yerda mana shu Cannavaro, Rivaldo, Denis Bergkamp va Marcel Desaillylar futbolchilari ketishiga 23 kun qolibdi menda do'stlar. Sizlarda ham shunday bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasa bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hammangizga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.